Endi pulni mosli vaqtida qaytirib bersizlarmish. Misha degan gap degan bo'yicha bo'lsin. Bir-birimizni faqat qoqshatmaylik. Dostlar, men Pezvatning yeşil görünün dükkandarlığını aldım. Pezvat'ı görüşeyle. Qanda to'xtam tuzib berdim, o to'xtam o'zi tuzmay, sen tuzib beraman degansa, ala to'xtamimni bir ko'rib boqay. Pulni şirketi topşursa, şu biz berdiğin mükafotlarını hem de bu qızılı bir paydalansa, men şu malını setip, şundan paydalanay degan maqsad bilan sizlarning ishlarga chirib qoldik. Obdan bo'libdi. Sizlar demoqchi o'g'illari, malni sizlar setib, pulni qaytirlar. Mal to'liqlagandan keyin mukofotni men ajamili paydalanda. Tushunami? Lider ashuna qilmoqchi bo'lgan. Bo'libdi. Obda o'ylabsizlar, bundan endi ishkilanglar, o'rtaq holatda paydalana oladigansizlar. Qanchalik vaqt qaytirib berishma deb deyishdan pulning birini 6 ayda qaytirib bersem, setib, malni setib, paydasını elib, diğerini 6 ayda qaytirib bersem. Ma'qul deganda paydasını, mukofotni bu xinam oldi. Andan paydasını ma'lumalidir. Endi o'zimiz ko'p pulninki mukofotini shirkatdan berdi ekan. Siz u malni sotib payda olgandan keyin olgan paydadan pishki men bir ulush berala. Ma'qul beray. 10 ming koy beray malning mukofotidan misliga bermasligini unutib qolmayman. Qaysi o shirkatdan bergan mukofotmi oz mukofot emas. Bankaga 100 ming koy pulni qo'yishlarmi, 4 ming koy foiz aran chiqdi bir yilda. Endi 6 oyda dirini qaytirib berman dedi. Hozir shirkatdan bergan mukofotni olgandan keyin sizlarni ma'qul desiya. Endi bozorchi mal sotmoq unchalik oson gap emas. Ancha-muncha xaridorlik sovg'at berdigash va bozorchi har xil yo'lning u bu chiqimlari va nurg'un javoblар bo'ldiga ish bu. Men çoğanda masalan bekishtiklar 10 ming koy beribdiman deb ketlar, keyin chataq chiqamikan. Mayli lider bermem de dükkan açsam lan akşam çoğum men yaxshi chiqib ketaman. Malını bir 6 ay qamay setib chiqarib olma. Berma lider mayli 10 ming koyni. Güzel Nur. Ha lider. Kim hazırlık dükkanlarlık to'xtamimiz bor-ku bizniki. Dükkan nasıl qilib tuzilgan shu to'xtamdan birini anandan keyin qo'shimcha to'xtam qilib, masalan, sizlar nima aytsa? Zeytungul xonim ismi. Ma zeytungullarcha hozir 100 ming koy pulni berdi ekan. Andan bu pulga biz mukofotni Zeytungul xonimning o'ziga berib ekanmiz. Shunsiz ayrim bir deb varaqqa 100 ming koy pulning mukofotini Yeşilgör şirketi berib etdi. Deb andan keyin 100 ming koy pulni lekin Nurbiya xonim ma Zeytungul xonim qaytirib berdi o'zi 6 oy ichida. Şu ananki 6 aydagi 10 ming koy mukofotini men o'zi qo'shib berdi. Shuni yezib bir varaq elib chesang mashkalan qo'l qo'yib, to'xtam bir tuzib olsin. Ledir men o'zimiz ko'p pul bergandan keyin men bir to'xtamdan bir chiqarib beraman. Men bir mal olsam azaraq elib bir meyli sotay, meyli bir iste'mol qilay, bir menfaatlanib qolay. Sizlarga ham to'xtam chiqarib bermasammi bo'ldi, ama qilib chiqarib beray. Hamkorlik to'xtamdan sizlarga bir mal lozim bo'lib qolsa, elib ishchala. Bo'lavka mashta qilib hamkorlik shu to'xtamdan birini, do'kondarlik to'xtamdan birini men degan bo'yicha bir varaq yezib chiqaman. Ma'qul lider hozir ilib turay. Mana 100 ming pulni 6 oydan keyin Nurbiya xonim Zeytungul xonimga berdi deb yozibsiz. Bo'pti. Mana ish kelan qo'lni qo'yib bersin. Mana ular mening munosabatim yo'q ish, bu pulni qaytarib beraman. Ma ish qilolmay to'xtam ekan. Mana apar. Ma qalam. Bulduğunda men malni Nurbiya xonimga berma. Endi pulni mosli vaqtida qaytirib bersizlarmish. Misha degan gap degan bo'yicha bo'lsin. Bir-birimizni faqat qoqshatmaylik. Kim bo'yqayliqi, hech qasimiz ko'ngil og'riqlab qolsa ko'tayishligimiz yo'q, to'g'rimi ya? Misha nima degan bo'lsanglar, shu bo'yicha chiroyli hal qilsak bo'ladi. Mana mukofotini bolalarga yaxshilashtirib bersin sizlar mukofotlar. Xotirjam bo'lsa lider, men mash 6 ay ichida cho'qim pulni vaqtida qaytirma. Zeytungul xonimni noumid qo'ymayman. Lider ma pul bilan hamda Pezvatning dükkandarligini aldım deb men bir film ishlab olay sizlar bilan. Ma'qul. Güzel Nur, ma bizni bir film tatib qo'ying. Ma'qul lider. Chiramay. Lider, men Pezvatning dükkandarligini aldım. Ma 100 ming koy pul. Dostlar, men Pezvatning Yeşilgörning dükkandarligini aldım. Pezvat'ı görüşeyle. Nağam sizlemsen?
Ya ben sırgılam işini mencuma. Sırgılam işini zade be. Ne kıldım sırgıdak işini. Maqlan Sajva, maqul xoş. Nemigi sana bek işini işini derdi bak. Hoye, nimge şinte aca, tünügünden Nurbiya xinem keptiken, pezvat dukat medep. Nisimal versedip. Men nisimal bir emeğimelsem büge maacam ne başlap kepta. Yılıq 100 min mal toluqlağalığı biz bir 30 gram altın soğuqluğa işimiz var demesme. Şu altından pul ne mükafat maacam ason. 100 min koyluq mal ne me ilep bir sitep altaydın ki maacam qaytırıp birme. Banka koysuma onçilek özüm çıkmaydı ken. Muşnada işkilimizden paydalanıp kaldı kenimiz dep. İlip kepti. Bu hanım makul depti. Şuna olan şu işkisi toxtam tüzbedi. Kanda toxtam tüzbərdən o toxtam özü tüzməyi sen tüzbürəm digənsə, ala toxtamına bir görə baxay. Oye, vay qaylam ona. 100 min koy puluna mükafat men berip boldum. 100 min koy pulunu 6 aydan keyin Nurbiya hanım, Zeytungul hanım qaytırıp burda da işkisining qo'li var, mening qo'lim yo'q shu mana.